Assalomu alaykum hurmatli YouTube ishqibozlari, musofirda yurgan aka-ukalar, hurmatli obunachilar. Mana bugun navbatdagi darvozamizni Andijon viloyati Andijon tumaniga olib kelib o'rnatdik. Juda ideal chiqqan bu darvozamiz. 10.300.000 so'mga olib kelib o'rnatildi. Darvozamiz haqida ma'lumot berib o'tsak, qisqacha eniga 3.30, bo'yiga 3.70 razmerga bo'ldi. Darvozamiz 1 kvadrat metri 850.000 so'mdan yarim 2 qavatli darvoza bo'ldi. Darvozamizning materiallari haqida tushuntirib o'tsak, stoykalari 8 ga 8 ikkilik stenada profil bo'ldi. 8 ga 8 profil, taglari shviller. Ichidagi profillar 6 ga 4, 1,5lik stenada, listlari 1.3lik list ustiga 1.1lik, mana yer yong'oq list bosildi. Yarim 2 qavatli. Juda chiroyli holda chiqdi. Orqa holatlarini ko'rsatib o'tsak. Orqa holatlari, orqalari ham tekis, juda plotniy bo'lib, juda chiroyli holda o'rnadi. Hurmatli aka-ukalar, kimga shunday darvozalar kerak bo'lsa, ekranimiz pastki qismiga nomerimizni qo'yib qo'yamiz. Bemalol murojaat qilishlaring mumkin. O'zbekiston bo'ylab dostavka, ustanovka mavjud. Darvozamiz zamog'iga kelsak, zamoglari o'sha yaxshi xizmat qilib kelayotgan zubr zamogdan qo'yildi. Rossiyskiy zubr zamok. Kraskalari devo kraska, mokra asfalt rangda bo'ldi. Darvozamiz 1 kvadrat metr 850.000 so'm. Qalinroq listdan qilinsa, 2lik yo 1.8lik listdan deyilsa, zakazga qarab yasalaveradi. Dog'lasa chiroyli qilib o'rnatib beriladi. Kanalimizga yangi bo'lsalaring, like tugmachasini bosib obuna bo'lishni unutmanglar. Like tugmachasini bosib videomiz keng tarqalishiga hissa qo'shasizlar degan umiddamiz. Kanalimizni doim kuzatib boringlar. Keyingi videolarimizda ham kraska sepish, o'rnatish jarayonlarini yoritib borishga harakat qilamiz. Doim sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.